Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum hörmətli televizor görüşlər. İslam və biz proqramımızın 72-ci sayını görüşünlərlə qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalğın. Qadirli görürmənlərimiz, həmməqdə məlum bolğandək proqramımız başlığandan tatib ta hazırgacha hər bir bölümdə ayrım-ayrım tema şəkildə hər bir müsəlmanın nəhayət roşan, aniq düşünüşü kerak bolğan temalarni huzurunuzga sunub kelyapmiz. Bugun şunun cümlesidən huzurunuzda oturubduq. Bugünkü temamiz tünügün e'lonimizda bergandek qaysinglar eng yaxshi ish qilisizlar yoki amal qilisizlar dunyoga Robbimizninki shu dunyoga bizni yaratishidagi sinoq imtihondan iborat bu dunyoga kelib bir sinoq imtihon maydonida har xil amallarni qilib Robbimizning oldiga boradigan gap. Mana bu cho'ng imtihon, cho'ng bir savol amaliyotda her bir insan qo'yilgan bu savolni bir paranglashib o'tiraylik deb huzurlarda o'tiribdik. Programmamizda doimlik mehmoni hammalar tunishib bo'lgan hurmatli ustoz Sharq Turkiston O'limalar birligi shunday Dunyo musulmon olimlar birligi a'zosi Abdurahmon Jamol Kashag'arining taklif qildi. Qimmatli vaqtdan chiqarib qadam tashlab qilgan uchun ko'p rahmat aytamiz. Rahmat. Allah razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, programmamizni naq maydonda daxil etdi. Facebook va YouTube kanallarımızda ekranlarda chiqib turayotgan nomerlar orqali programmamizga aloqalar, fikr, taklif berishinglarni yoki savol bo'lsa so'rashinglarni umid qilamiz. Shundaqla ko'plagan qarindoshlarımızdan foydalanish uchun ham baharlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Unda bo'lsa programmamizga bevosita kirib ketsak, deganimizdek nihoyatda cho'ng bir allazi xalaqal mavta val hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala degan mushu bir oyat ustida degan to'xtalmoqchi bo'ldik. Mushu nima uchun inson eng yaxshi ish qilishga yaratilgan degan savoldan boshlasak. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah hamsana peygamberimizge dua salamlar olsun. Allah Kur'an-ı Kerim'de insandan bekar yaratılmaganlığı, gayesiz yaratılmaganlığı, yak horluk kesimi, acizlik kesimi, uflusunu, bulu degenlikini göstermiyor. Belki insandan ki yaratılışı da bir hikmet, bir gayenin bağlılığını ifade etmektir. Bu oğan bu olsun emel kılış, şirket kılış, faaliyetçen buluş. Özününki bu dünyadaki sınav yak imtihandan ibaret bunun ötüşke, hareket kılışka teşebbüs kıldığın körsetmelerini belgen. Şu Kur'an-ı Kerim bu doğruda eyyukum ahsanu ameladı. Yaxşı kıldığanlı bağımdı. Yaxşının özələm küpayı qılmaydı, belki en ilğar şekilde, en alayet şekilde, başqalardan farklıq bolğan şekilde yenini turib meydanga düşərləydiğanlı bağımdı. Bu dünyanınki sınıqı, yoki bu hayatınki sınaq taqazzası muşundan ibaret. Bununla bel bağlaş lazım, iradəni küçəytiş lazım, davamlıq bunun təyyar duruş lazım. İşini qıb qoysaqlı hesab emasdı. Belki iş önümlü oluş. Belki biz imtihamıdan neçə numara ala alayımız? Xalaqal mevti. Çoxum bu hayat məngü davamlaşmayın. Çoxum bir yerde ahırlaşıdığan bir vaxt var. Ölüm var. Şoň bir yerde hayatlıqdı, ilgir ölüm var. Yani ölüm sizlerinki imtihanlar tügügen bir peyt. Bu vaqtda ölgendekiler bunun neticesi yaxşı olsun, yaman bolsun, bunun neticesini görürsüzler. Man bunun tayya adamlı barmı deydi. Bu ayet qarasaq, bu ayette 3 türlük meseleni his qilgini bol. Birinci mesele şirketning türü bir xil olmaydı. Yani şirket her xil boladı. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Qaysinglar eng yaxshi qilasizlar. Allah sizlarni sinamoqchi degan bu ayet yoki bu ayetki bu cümle söz insanlarninki ish faoliyat qarta yoki amal qarta turlik bo'lganligini, vaqa, hodislar yoki tasavvur qarta har xil pozitsiya tutadiganligini va shuning bilan birlikda yaxshi ish harakatning faqat bir xil bo'lmay, buning har turlik bo'lganligini ifodalanmoqda. Şundan ayet bir yerde yaxşı kıldığanlar var mı? Yani en ilgar şekilde iş kılış için meydana düşerleydiğanlar var mı deyiş arkalık her bir insanı başkalarına kuyup koyğandek ya başkalarının kopyası şekilde şirket kılıç şekilde kalmazsan belki alaydı buluş, belki ilgar buluş, belki başkalar örnek olgan bundan şekilde faaliyet kılalaydıgan, iş kılalaydıgan sağlam akidelik, sağlam fikirlik yani insanlar var mı deyip nida kılmakta hem çakamakta. Şundaqla bu ayet şirketning nisbiy bo'lganligini eskartmoqda. Yani bu nisbiy deganimiz yaxshi ish. Yaxshi ishning o'zi nisbiy. Masalan, ba'zi yaxshi ish var, bunun qarta ba'zanlar 50% natija bilan chiqishi mumkin.
Bəzən də 60%, bəzən də 80, bəzən də 90. Yaxşı iş bolsa yaxşı iş. 50% bo'lgan chaqda natija qozonmagan yoki qilib qolmagan bir oraliqdagi bir ahvol yuz berdi. Ammo uningdan o'rlash nisbati 100 qadar bu yerda nisbiy nisbi. Shuning bir odam bir ishni qilib, eng to'g'ri ishni men qildim. Eng kuchli ishni men qildim. Eng yaxshi ishni men qildim deb da'vo qilishi uning to'g'ri emas. Xo'sh. Belki uning ishi nisbat sağ vaqtida ya 70% to'xtab qolishi mumkin, ya 90 o'rilishi mumkin, yoki 50 ga tushib ketsa, yoki uningdan tuvallab ketishi mumkin. Şun bir yerde yaxşı iş şirketinin nisbi ekanligini eski elish yoki unutib qolmaslik muhim o'rindir. Ama bugungi ba'zi ichki talashlar deyli yoki o'zaro uqishmasliklar nereden kelib chiqyapsa, mening ishim eng to'g'ri ishda, nisbat jihatda yaxshining eng yuksak pallasi deydi. Seninki uningga tushmaydi degan bu xato uqum. Ya'ni bu yerda ishning nisbiyligini unutib qolib, tamamen iş 100% yetti deydigan bu tuyuq kelib qolganlikdan o'zaro ba'zi uqishmasliklar bir-birisiga ta'to qarash ahvollari yuz bermoqda. Shuning bu sababdan qaysi bir qarindosh olsun, qaysi bir aqim yo taraf yo tashkilot olsun, bir vositani qo'llangan bo'lsa, bir usulni qo'llangan bo'lsa, yoki bir metodni qo'llangan bo'lsa, bu to'g'rida Qur'on sunnatning keskin hujjat bo'lmasa, shuni qo'llansa bo'ladi. Masalan, namoz uchun tahorat qilish vosita. Uni qo'llanamiz, chunki tahorat og'ini olgan yerda boshqa shartga o'tmaymiz, hujjat bo'lganligi uchun. Ama hüccet kelmegen, ictihadi mesele, siyasi meseleden mutlak yok kısmı, bu vasıtı çare taktiklerinde bu ictihadi mesele. Yani yakılı işlep çıkardıgan, fikir işlep çıkardıgan, yenilik yaratılan, küllük yenilik çıkarışın takazda kılgan bir mesele. Şun bundak meselede birisi özündeki birden bir doğru yol işkelligini, başkalarının olgan bolsa, hata yolda yoki selbi yol işkelligini dava kılmasın, yoki başkalarga azap vermezsin, yoki olmagan işleyen mundaq qilish lazım. İşlerini bu şekilde qilish lazım. Bundan başqasini hamimiz baka deganda bunday so'zlarni qilishdanki xato ekanligini oyat aniq bizga ishorat qilmoqda. Ayyukum ahsanu amal. İşning yaxshisi va uningdan yuqorisi va uningdan eng yuksak ihson darajasi va. Xuddi imomi bu yerda islom, iymon, ihson darajasi o'xshash sharkatning uch bosqichga bo'linadi. Eng az bo'lgan. Yaxshi tarafi bilan, yomon tarafi u boshqa bir masalamda. Shuning uchun hech qanday bir qarindoshni biz o'zimizga nima qilgan vaqtida o'zining iymoniy mas'uliyati ustida, o'zining milliy mas'uliyati, axloqiy mas'uliyati, insoniy mas'uliyati ustida qilgan yaxshi sharkatlar haqida minnat qilishi, men bunday ish qilib ketdim deb uni bana qilib boshqalarga peshvo etishi, yoki boshqalarni haqoratlash, yoki kamsitgan qo'shib bu qiliqlarni qilish bu qat'iy to'g'ri emas. Bu oyatga birinchi masala. Ya'ni sharkat bir xil olmaydi, bu har xil bo'ldi. Endi endi yaxshi sharkatning o'zimi, yaxshi sharkatning o'zimi bu nisbiy bo'ladi. Ya'ni nisbati farq qiladi. Biz 60% yaxshini qilgan bo'lsa, yana bizning qilgan ishi foyda manfaat nimasi bilan yoki manfaat bilan manfaatni o'salish so'g'avadi 70% chiqishi mumkin, 80% chiqishi mumkin. Bu nuqtani qanday bir faoliyat qilaylik, buni unutib qolish qilmaydi. Ikkinchi bu oyatdan oladigan hukm eng yaxshi sharkat qilish uchun bu shart bor. Eng yaxshi sharkatninki sharti bor. U o'g'an bo'lsa samimiylik. İxlas. Ayet kerime qarasak, mazkur ayet kerime qarasak, har qanday bir insonni, mush dunyoga to'ralgan har qanday bir insonni yaxshi qilinglar. Har qanday vaqtinglar 5 yil qilib uxlab qolmanglar, 20 yil qilib endi bo'ldi demanglar. Men 10 yil ish qilibman, yoki 10 yil vatanning xizmatini qilibman, aqidamning, dinimning, kimligimning xizmatini endi bo'ladi deydi. Omonatni topshiruvchi. Omonatni topshiruvchi, ta o'limgacha bu ish davomlashadi. Enin kendi bu ayet ish qilinglar, ish qilgan vaqtidami sifatli bo'lsin. Ölçemlik olsun. Ahsen en başqalardan alaylı oğudak. Yaman tarafta besleşmanglar. Bir yerdeki besleşiş yaxşılıqlı olsun dedi. Sabiqu fil hayrat. Rekabetlişinler. Rekabet ahlak içinde, edep ahlak içinde, qarindoshlik ruhi bilen, samimilik ruhi bilen olsun. En yüksek seviyede qilishga tirishinglar. Şunu bilen birlikte bu ayet ishki sonlam bo'ldi. Ya işinlarınki sanininki miqdarının köp olduğunu aldanmanglar. Ayetning birdan bir qo'ygan o'lchami ishning köp bo'lishi, miqdar emas, balki ishning sifatli bo'lishi, o'lcham tushishi, ixlos bilan bo'lishini shart qo'ydi. Ya'ni ixlos bilan qilinishini shart qildi. Xo'sh. Ham ishni eng yaxshi shaklda Alloh bizning talab qilgandek, eng go'zal shaklda ado qilish uchun buning birinchi bo'lib samimiy bo'lish va Allohning rizoligini izlash shart. Yani ben bir işini qilgan vaqtida, bir ishni qilgan vaqtida, men samimiymi, samimiy emasmi? Aqidamga samimiymi? Parvardigorimga samimiymi?
qarindoshlarimiz samimiymi, siyosiy bir prinsip deb qaragan bo'lsam, uningga samimiymi, ya millatimga, vatanimga samimiymi degan o'sha samimiylikmi. Shuni bilan birlikda qanday bir sohada ish qilaylik, qanday bir sohada harakat faoliyat qilaylik, bu yerda Allohning roziligini ko'zlash shart. U vaqtida ish ihson darajasiga, ya'ni yaxshi darajasiga o'tadi. Xo'sh. Bu shartning muhimligini nereden bilimizde? Liyabluvakum. Sınav. Sizler sınavda de. İmtihanda de. Ma imtihandan öteşten şartı ya da Allah koygan şart var. Allah'ın razılığı deydiğen bir şart. İhlas deydiğen bir şart var. Samimilik deydiğen bir şart var. Bu ayetten bunu şunu bakın oldu. Bunun asasen Allah'ın razılık gözlenmegen ya ki ihlas şartıga düşmeyen her kanda bir şirket bu sınavda ödenmeydi degan gap chiqadi. Çünkü Allah Taala ixlos bilan qilinmagan, yoki samimiylik bilan qilinmagan, yoki Allohning roziligi maqsad qilingan ish harakatni qabul qilamiz, qabul qilmaydi. Bu aniq bir qoida. Bu ikkinchi masala. Ama uchinchi masala sinaq bir xil olmaydi. Har xil shaklda. Masalan, ba'zilar aqida sinilishi mumkin. Ya'ni aqida turaqsiz bo'lishi mumkin. Xo'sh. Ya xato aqida kirib qolishi mumkin. Ba'zilar ibodat sinilishi mumkin. Mesela ibadetin ada kılanmaslık, sel karış diyen koşuş. Bazıları ahlakı da sinirliş mümkün. Naçar ahlak, ya naçar bir huyunu sındırıvagan olsa. Bazıları siyasi hareketi de hata alış mümkün. Bazıları soğudu settik, ticareti de hata alış mümkün. Yani sinirliş mümkün, hata alış dediğimiz sinirlişi. Yani sinirliş mümkün. Bazıları fikirde sinirliş mümkün. Bazıları kaysı bir iş hareketi olup kalsa sinirliş mümkün. İnsan muş işinin birisi de, ya ki bir kancısı da, ya hemmisi de sınak uçkamız uçkan. Çünkü bu hayat Allah Teala nimde sıfat edilse sınak hayatı bu. Xo'sh. İnsan bunun çok birisinden sınakka düç geldi. Ama bu sınakta ihlas şartıga düşürüp Allah'ın razılığını közlep iş hareket qilganlar natija bilan bu sınaktan ötüp ketadi. Çünkü Allah'ın ko'rsatmasiga bo'ysunib ish hareket qilgan adam o'zi uchun, oilasi uchun, qarindoshlar uchun, millat uchun, jamiyat uchun, davlat uchun va insoniyat uchun foyda ish qilganlik uchun bu Allah'ın nazarida eng ilg'or hisoblanadi, eng ilg'or olaydi inson hisoblanadi. Shu vaqtning o'zida millatning nazaridami, xalqning nazaridami? Bu o'rnak o'g'dak, o'lgulik inson hisoblanadi. Demak, inson hayot siniqidir. Yuqorqi, mayli aqidasi olsun, axloqiy ibodatlarda, tijorat yoki siyosiy yoki qaysi bir ishda hayat sohasi natija qozonish uchun talab qilgan shart nimasi? Ish harakat baygisida maydon tushga oldirish lazım. Xo'sh. Ish qilishga, amal qilishga, harakatchan bo'lishga bu baygiga tushga oldirish lazım. Bu baygiga tushgan vaqtidami, u raqobat tushgan vaqtidami, ishni faqatlan qo'ldan uchilik qilib qo'yish emas, yoki qildim degan bu shaklda qilish emas, balki yaxshi shaklda, eng go'zal shaklda, eng mukammal shaklda qilishga tirishishi bu oyatning bizdan kutgan taqozosi ham bu sinoqdan natija qozonishning shart hisoblanadi. Xo'sh, xo'sh. Ko'p rahmat. Unda ota bu hayotdagi shu sinoqmish faqat yaxshi yoki faqat yomonlik bilan bo'lamdi masalan. Sinoq liyabluvakum ayyukum ahsanu amala deganda. Yuqorida oyatda Alloh taolo sinoq var. Ama bu sinoqni faqat yomonlik taraf bilan tushunishimiz yo'q unda emas. Çünkü insan bu dünya hayatındaki faaliyetlarda yoki safarida ya yaxshilik bilan sinaladi, ya yomonlik bilan sinaladi. Ya ne'mat bilan sinaladi, yoki xafalık bilan sinaladi. Yoki xushallik qilgan, xushal bag'ishlaydigan bir ish bilan sinaladi, yoki g'am qayg'u solgan bir ish bilan sinaladi. Çünkü Kur'an-ı Kerim ve nabluvakum biş-şerri vel hayri fitne. Biz sizlarni sinaymiz. Cho'qim sinaymiz. Yaxshi, shar yomonlik bilan sinaymiz. Ya'ni xafalık bilan, dard alamlar bilan, odamni g'am qayg'u solgan bu ishlar bilan sinaymiz. Endin xayr. Qaysi xayr olsun? İqtisodning ko'p bo'lishi, balchaqlarning ko'p bo'lishi, ilmiy saviyaning yuqori bo'lishi, iymonning kuchli bo'lishi, axloqli bo'lish, demak, yaxshi deb qaralgan qaysi bir narsa bo'lib qolsa, buning bilan sinaymiz insonlar bo'lsin. Sinoq insonga cho'qim. Ya yaxshilik bilan ba, ya yomonlik bilan ba. Ya ikkisini teng joriy qildirish bilan bu sinoq cho'qim bo'ladi. Ama bu oyat qarasak, insonniki xarakterda bu yomonlikni sinoq deb qaramaydiganligi, hem yaxshilikni bu sinoqning qatori kirish qabul qilmaydiganlik uchun alaydi bu yerda ikkisini sinaymiz deb qilgan.
Enenken tilga vaqtida yomonlikni boshtilgan. Bu yomonlikni tilga ilishdan maqsad bu yaxshilikning qadr qimmatini bir o'ylansin. Ham bu yerda nima uchun bu yomonlikni inson sinoq deb o'ylab qolmasligi mumkin, o'ylamasligi mumkin esa, chunki ba'zi insonlar yomonlikni Allohninki insonga bergan jazosi deb qarab qolish mumkin. Shu sinoq deb o'ylamasligi mumkin. Demak, bu yerda bir yomonlik, xofalik, dard alam kelsa, bu jazo bo'lishi mumkin. Insonning faoliyati agar pas bo'lgan bo'lsa, abga bo'lgan bo'lsa, jazoga qo'yilsa, xato yo'lda isgan bo'lsa, agar o'zi yaxshi bir solih inson bo'lsa, solih turib, ya'ni yomonlik bilan sinalgan bo'lsa, taqvo turib yomonlik sinalgan bo'lsa, buni nima deb tushunish lozimsa, buni ibtilo, buni sinoq deb. Buni qanday sabr qildi, qila olamdi, qilaman deb. Bu yaxshilik tarafi bilan mal dunyoning bir sinoq bo'lsa, dard alamning kelishi u tarafdagi bir sinoq. Demak, inson hayotida yoki hayot safarida ya yaxshilik bilan, ya yomonlik bilan cho'qim sinov. Am bu sinoqning ichida yomonlik bilan sinilishdan ba'zi vaqtlarda yaxshilik bilan sinilishninki nisbati ig'ir bo'lishi mumkin. Yoki uningki dardi ig'ir bo'lishi mumkin. İmtihandan o'tish nisbatimi oz bo'lishi mumkin. O'tish nisbati emas. Ya'ni ba'zida yaxshi ishlar bilan sinalgandan yani bu yer demek çoğunu insan yaman işler bilan sinilib qolganda, masalan, iqtisodining ziyon chiqishi deyli, yoki bir gap anglashi boshqalardan haqorat kuchishi degan o'sha. Bu bir kunga qilishi. Ya mayan tarafdan bu yaxshilik bilan sinilishligini Alloh taolo mol dunyoni ko'p berdi. Yoki unaga mansab berdi deyli, yoki unaga bir unvon berdi deyli, yoki unaga Alloh taolo qayindoq bo'lsa bir yaxshilikni ato qildi. Bu yaxshilik tarafidan kelgan sinoq yomonlik tarafidan kelgan sinoqning ig'ir bo'lishi mumkin. Nima uchun bunday deymizsa? Chunki yomonlik sinoqni inson sinoq deb qaraydi, ham uningga bardoshlik berishga, chidamlik bo'lishga tirishadi. Masalan, Alloh taolo birisining farzandini olgan bo'lsa yoki ota-onasi o'lib ketgan bo'lsa, bu sinoq deb qarasa, buningga sabr qilib hayotning taqozosi. Endi yaxshilik shu. Masalan, Alloh taolo bir odamga nurg'un mol dunyo berdi, pul berdi. Yana bir odamga bu millatga, ummatga his qilsin deb ko'p farzand berdi. Misol qilaylik. Birisiga yuqori darajada Alloh taolo ilm ato qildi. Yana birisiga obday yerda xizmat qilish burisini berdi. Deganga o'xshash. Bu xil yaxshiliklarni inson sinoq deb qaramas. Ba'zilar o'zimning layoqatim bilan erishdim deyish mumkin. Ajr qilib erishdim deyish mumkin. Ba'zilar Alloh taolo bana bergan bu ne'mat deb qarab, buni sinoq ekanligini unutib qolish mumkin. Yani Allah Teala bir nimet verse mesela, iqtisod bergan bo'lsa, bu haqqini ado qilmadi buni sinaydi. Birisiga farzand bergan bo'lsa, buni yaxshi tarbiyalab chiqamdi yoki kari yo'q, tashlab qo'yamdi deb uni sinaydi. Birisiga bir ish qilish, yaxshi ish qilish fursatini bergan bo'lsa, mush ishning huddisidan sog'lom samimiylik bilan oxiri chiqamdi yoki olmagan bo'lsa, bu ishni 4 kunda voz kechib tashlamdi deb sinaydi. Shuna yaxshilik bilan sinilish yomonlikdan sinishdan ig'ir bo'lishi mumkin ba'zida. Lekin bu doim qoida emas. Chunki ba'zilar bir ne'mat kelishgan bo'lsa, belki uningdan ko'ranglab, belki o'zini tuyolmay, xuddi oyatda innama utitu ala ilmin, men o'zimninki kuchi bilan oldim, kuchiga tayanib manda oldim degan o'xshash, shaytonning yo'li kirib ketishi mumkin. To'g'ri. Demak, inson hayot safarini yaxshilik bilan yomonlik ichida davomlashtiradi. Bu hayot safarida insonning yaxshi ishlari ko'proq bo'lgan bo'lsa, bu hayot safaridan natija qozongan bo'ldi imtihonida. Agar uningki yaxshi ishlari qarg'avat, yomon ishlari ko'proq bo'lib ketgan bo'lsa, bu hayot safarida o inson ziyon tortgan bo'ldi. Natijaningki, xulosasi shu yerda bo'ldi. Hamda bu sinoq hayoti qarsak, bu sinoq hayotida oxir chekinmaslik, bel qo'yib o'tmaslik, balki ishni davomlashtirgan vaqtida eng yaxshi shaklda davomlashtirish uchun nima ish qilish lozim? Sabr qilish lozim. Ya'ni bardoshli bo'lish lozim, chidamchan bo'lish lozim. Chunki biz bu sinoqdan o'timiz deyotganimiz oldimiz nurg'un to'sqinliklar duch kelamiz degan. Xo'sh. Masalan, imtihonni misol qilaylik. Eng oddiysi bir o'quvchiga nisbatan. Bir yilning oxirida imtihon olgan bo'lsa, yoki 6 oyda imtihon olgan bo'lsa, nurg'un badal bilan, nurg'un charchash bilan imtihon o'tadi. Agar onunğa 6 ayda bir imtihon olgan kuchi bo'lsa, 4 kun qolgan chaqda ko'raplam kirgan bo'lsa, o mollaqqa tutadi. Yoki darsi imtihon to'van chiqadi. Shuningdek, demak, osh imtihonni o'tkazsa o nurg'un qiyinchilik chiqadi. Ba'zida
tamoq vaqtida yemasligi mumkin, ba'zida och qolishi mumkin, ba'zida kitob ololmasligi mumkin, ba'zida maktabga borolmay xizmat qilish bilan yoki ishlash bilan uyqusiz qilishi mumkin. Qiyinchilik duch kelishi mumkin. Shuningdek, biz bu hayot safarida ma sinoqdan natijalik o'tkazish uchun nurg'un to'sqinliklar duch kelamiz. Bu hadis sharif degandek jannatning yo'li gul bilan echilmadi. Tikanlar bilan. Tikanlar bilan bayonda sanilgan bo'lsa, tikan bilan. Gul bilan emas. Qancha bir odam bo'libdi deb ham iymonni zehnimizda o'zlashtirib ham yodlab olsak tugaydigan ish emas. Jannat kirishda nurg'un tikanning ustidan dastlab o'tamiz. Ba'zi o'zimizdan qarindoshlarning tikaniga daslaymiz. Ba'zi tuqqanlarimizdan tikaniga daslaymiz. Ba'zi dushmanning tikaniga daslaymiz. Ba'zida xoinning yanimsining tikaniga daslaymiz. Bu hayotning taqozosi. Bu yo'l uzun yo'l. Bu sınaq şuna 5 yılda 10 yıl tugaydigan sınaq emas. İnsan bir ömrü 60 yıl, 80 yıl yoki 100 yıl yaşagan bo'lsa, oxirigacha bu yo'lda o'ngga ya so'lga qayıp ketmay, o'ttir yo'l dag'dan mang'alasa, shuna baqliq. Bedel to'lash. Ya'ni shunga bu yo'lda davomli Alloh taoladan madad talab turish. Allohdan yordam qilib turish va bu yo'lda qolaylik bo'lgan vositalarninki eng yaxshisini Allohning rozi qildig'ini, maqsadga yetkazdig'ini, bu sinoqdan insonni natija yortadiganini tanlash bu intayin muhim. Shunga ish harakat qilgan vaqtida shaklga emas, maqsad qarash. Shaklga emas, maqsad qarash muhim. Endi miqdorga emas, sifatga qarash muhim. Ko'rinishga emas, Allohning rozilik qarash muhim. Bu ish harakatniki ahsan darajasiga yoki yaxshi bo'lish darajasiga yetishninki sharti. Agar biz ko'rinish bilan mashg'ul bo'lib, mohiyatidan g'afil qolib qolsak, yoki uning maqsadiga qaramay shakli bilan mashg'ul bo'lib qolsak, ishimiz natijalik bo'lmaydi degan. Shunga hammamiz o'ylash tegishli yoki unutib qolmaslik tegishli bir qoida. Hammamiz inson bo'lish sifatimiz bilan yaxshilikdan va yomonlikdan ma'lum nisbatda nisbimizni cho'qimamiz. Xo'sh. Payg'ambardan boshqa har qanday inson xatolashgan ekan, payg'ambarni istisno qilib olsa, har qanday insonning yaxshiligi bor va yomonligi bor. Yaxshiligi 90% bo'lishi mumkin, 10% yomonlik bo'lishi mumkin. 98% yaxshilik bo'lishi mumkin, 2% yomonlik bo'lishi mumkin. 50% yaxshilik bo'lishi mumkin, 50% yomonlik bo'lishi mumkin. Cho'qim uning nisbasi. Chunki payg'ambardan boshqa har qanday inson olim xatolashidir. Ya ijtihod qilib ijtihod xatolashidir, ya fatvo xatolashidir, ya fikr qilib fikr xatolashidir. Chunki hadisda xatolashidir. Kullu bani adam xato aniq gap. Ro'shan bir masala. Siyosatchi bo'lib qolsa, siyosiy faoliyatida yoki tasavvurda yoki bir vositada yoki muomala xatolashi. Savdogar bo'lgan bo'lsa, bir yerda xatolashidir. O'quvchi bo'lsa, bir yerda xatolashidir. Oiladagi har kim bo'lsa xatolashidir. Bu insonning silli bilan nima? Cho'qim bir yer xatolashimiz. Xo'sh. Buni unutib qolish qilmaydi. Shuning buning asosan bir yerda xatolashgan bo'lsa, ay palonim xatolashibdi deb xuddi farishtaga o'xshash yomon ko'rib ketish. Bu xato. Yoki bir ahli ilm yoki olim bo'lgan bo'lsa, olim turib mushunda qilibdi deb bir xatolik bilan uning tamoman ta'tirini qarash. Masalan, bu to'g'ri emas. Chunki insonning xarakterida xatolash mavjud emas mavjud. Sizlar bilan men cho'qim bir yerda xatolashimiz. Yoki bir yerda yoki ko'p yer. Bundan saqlana olamiz, saqlanmaymiz. Musulmonligimiz bilan xatolikdan saqlanmaymiz. Ham bu yerdagi masala nimasi? Xatolashib qolishimiz ayb emas. Chunki Alloh insonni ayndaq xarakter yaratgan. Bu yer ayb ne desa? O'zimizni isloh qilmaslik. Xatolashib qolgancha o'zimizni toniyanmaslik. Insof qilmaslik. Boshqalar xatolashib qolgan bo'lsa, men bujgan xatolashgan, shu xatolashib saqandim o demaslik. Boshqalarning xatoligini ko'rgan vaqtida uni yo'g'intib o'zininkini bosirib qo'ymaslik. Insof deganimiz. Va tavba qilmaslik bu ayb. O'zini tuzatmaslik, insof qilmaslik o'ziga qarta va boshqalarga qarta tavba qilmaslik bu ayb. Ammo xatolashib qolish ayb emas. Inson nisbatan. Chunki payg'ambardan boshqa har qanday bizsa xatolashamiz.
Bu keskin hüccet dinimiz. Ko'p rahmat. Endi yuqorida so'zlanganlarga nisbatan endi biz insonninki mayli yoki yaxshilik bo'lsin, yomonlik bo'lsin, har ikkala nuqtadan xilma-xil shaklda sinilganligimiz aniq hamda. Ko'pincha vaqtlarda yomonliklar bilan, musibatlar bilan, har xil musibatlar bilan sinalgan vaqtimizda nurg'unlarimiz shunga sabr qilib, chidab o'tib ketib, Allohdan yoki bo'lmasa beshimiz kelgan shu balo qazoni yoki shu yomonlikni ko'tarib o'tish uchun duo qilib degandek o'tib ketamiz hamda. Shuni o'tirishimiz. Endi jamiyatga qaraymizki, yaxshi ishlar bilan uning qo'liga yuqorida so'zlangan misollardagi har xil imtiyozlar berilgan shaxslar yoki yaxshi ish qilayotgan millat uchun ish qilayotgan shaxslarningki yoki xayr saxovat qilayotganlarningki shundaq yaxshi ishni qilib turibmi, uning uchun bir sinoqdi. Sinoq qildi. Umi bir imtihon beryotdi. Ham shu yaxshi ishni qilib turib, yaxshilik qilinguchiga malomat qildigan yoki boshqasini ayblab qo'ydigan, shundaq har xil dinda cheklangan yana bir ish uning yaxshi ishiga aralashib qolgan ishlar bor. Endi bu ikki sifat ham yaxshi amal va ish va ham o'xshash vaqtda yomon so'z harakatlar bor. Bu ikkisi moslashamdi. Yoki yeb ketamdi butun amallarni. Dinimizning ko'rsatmalariga qarasak, bir musulmonninki boshqalarga yo'lsiz holatda azor berishi, so'z orqali bo'lsin, yoki ish harakat orqali bo'lsin, aziyat berishi keskinlik cheklanadi, yo'lsiz holat. Benim yo'lliq taraflari bor tabiiy holatda, masalan, xoinlik qilgan bo'lsa, sotqinlik qilgan bo'lsa, millatga ziyonkashlik qilgan bo'lsa, kimlik ziyonkashlik qilgan bo'lsa, munofiq dushman bo'lib bu ay. Lekin yo'lsiz holatda boshqalarga so'z jihatdan yoki ish harakat jihatdan aziyat berish yoki azor berish dinimiz keskinlik bilan cheklanadi. Kim bo'lishiga nazar. Shunga yaxshi qilguvchilar ish harakatlar yaxshi qilib o'tib, boshqalarning izzat obro'si qilgan. Bu yaxshi qilib o'tamiz, yaxshi qiladi. Masalan, zakat beryapti, deyil. Pul olganmiz. O'quvchi bo'lgan bo'lsa, o'zining vazifasini ado qilyapti. Bilimli odam bo'lgan bo'lsa, o'zining kimligiga, e'tiqodiga va millatiga xizmatini qilyapti. Bu yerga o'xshash tashviqotchilar bo'lgan bo'lsa, o'zining vazifasini ado qilyapti. Siyosiylar bo'lgan bo'lsa, o'zining vazifasini ado qilyapti. Mushu yaxshi ishni qilish jarayonida bu boshqalar tuhmat qilib qo'ysa, yoki boshqalarning izzat obro'yiga chaqilsa, yoki yo'q yerdan gap topsa, yoki bir odamni dalilsiz holatda xoin, munofiq chiqirdigan qo'shib, bunday qiliqlarni qilsa, uning qilgan yaxshi bilan bu nachar qiliqlar hargiz bir-biri bilan moslashmaydi. Bu nima deb yaxshi qildingiz? Yana bir g'oya bor. Musulmonda cho'qim g'oya. Allohni rozi qilaman. Aqidam buyurdi. Unda o vaqtida bu boshqalarning izzat obro'yiga yo'lsiz chaqilish, tuhmat qilish, o'sak so'zlarni taqitish, dalilsiz munofiq yoki xoin degan o'xshash so'zlarni chiqarish yoki tuhmat qilish yoki tillash degan o'xshash. Bu ishlar qarasak, dinimizda keskinlik bilan cheklandimiz. Qanday bo'lib bir vaqtning o'zida yomon ish bilan yaxshini tang yapmangiz qanday yo'liniz ko'tardi. Siz yaxshi qilgan ekan, bu yaxshi ishni unumga kirish uchun, imtihonda obdan natijasi uchun buning ziddiga keladigan yoki buni o'rib tashlaydigan yomon ishlarni saqlash lazim. Shuna har qanday bir yaxshini boshlagan odam qalbining pokligi bilan boshlagan vaqtida yuqorqiga o'xshash nachar so'zlar, nachar ish harakatlar yoki nachar sifatlarni qilmaydi. Xo'sh. Chunki iymonga bog'langan ish harakat. İman bağlanmasa o ayrım bir gap. Çünkü imanға bağlanған, yani insanınki fikri, tasavvuri, iş hareketini kontrol qilib turgan motor va imandan ibaret. Bununki bağlanған iş hareket her qanday bir vabadan adam tillaydigan, haqorat qildigan, kamsitadigan, cho'ngchilik qildigan, kibrlik qildigan yoki tuhmat qildigan yoki o'sak so'zlardan bu vabalardan va shuningga o'xshash har turli illatlardan pokiz bir muhit yaratishni taqozo qildi. Xo'sh. Bu imanға bağlanған ish harakatning taqozosi pokiz bir muhitni yaratish. Vabadan, bu vaba vaqtda yurosal cheklanib qolmaydi, uningda saqlangan bo'lardi. Xo'sh. 3-4 charisini qilsa, saqlangan bo'lardi. Ammo boshqalarning izzat obro'yiga
yo'lsada chaqiladigan, yolg'on gap taqib musulmonlarni tashvish paydo qiladigan, yoki bir-birisiga cho'ngchilik qiladigan, yoki bir-birisining izzat obro'yini to'kadigan deganga o'xshash bu dushmanlikdan saqlanib bo'lmaydi. Xo'sh. Xatarlik tarafi ishning bir şey. Şuna bir yerde imanға bağlanğan iş hərəkət, yani Allah'ın razılıq gözlənilən iş hərəkət olsa, ma türlük vabalidən saqlanish lazım. Şuna yaxşı hərəkətin dairəsi qaysidir, kimdə? Ya qaysı insanın kengaygan bolsa, yoki u shaxslarda, yoki u jamoatlarda, yoki u aqimlarda ko'paygan bolsa, bularning og'zidan chiqadigan ish, gap so'z, adabsiz gap so'z chiqadi. Nima qilsa, uning yaxshi kengaydi, yaxshi taraqqiy qildi. Demek Allah'ın muvaffaqiyat berişi bilen özünün doğru yolda mangallığı kalbinin paklıklarını yaxşı köpeydi. Terakki kıldı. Onda oğaca bunun ağzından çıkıdığan gap yaxşı gap çıkar. Ama Allah'ın razılık gözlenmedi işte kalbi pak emez. Tilinin pak emez. İhlas yok. Yaxşıdaki ölçümü bu öte. Yaxşının ölçümü Allah'ın razılığı ihlas, kalbi paklık. Bu şart kimde tövellep gelse qandaq təşkilat, qandaq iqim tövəllab gəlsin. Nima yüz berdi? Yaman gap söz qıldıgan, başqalar haqqında. Başqalarning haqqında yaman gap söz qıldıgan yoki başqalar haqqında o'sas gap so'zlar taqtigan yoki yuqorqi o'xshash har turli illatlarni sodir qildigan bir muhit bir shakllanib qoldi. Shakllanishning sababi nima bo'lsa, qilgan ishni yaxshi deb qilyapmiz yoki qilyapti, ammo rizoulloh maqsad emas, Allohning roziligi. İhlas yok işte, şekilvazlık var deydi, farzan. Enin kendinden en mühimi, işki kadem baskan adamda kalp paklık yok. Çatak müşahede çıkmadı. Şu an siyaset kılaylı, ticaret kılaylı, faaliyet kılaylı, okuydu, örgüteyli, dükkan açaylı, iş kılaylı. Bunun Müslümandan talep kılınan şart mı bence? Ne iş kılışımızda katınazır? Neyle en çok Cumhurbaşkanı olsun, ya ki vezir olsun, ya ki adet bir Müslümanımız. Ne mi talep kılın? Kalbi kılıştan şartı ne bu hayatta? Kad ablaha men zekkaha. Kalp paklık talep kılın. Hoş. Kalbinki pak oluşu talep kılın. Muş kalp paklık şekillense bir adamda, bunun ehemmiyet verilse, bu cemiyet pak bir cemiyet. Yani vabadan hali, her türlü illetin, fitne pasattığı hali bir muhit şeklinde. Eğer kalpten paklığı tüvelleşip geçse, ya ki bu şıkaşmaya kalsa, bu cemiyete her türlü mikrop devamlı üzerine köz tutturdu. Hoş. Biz bu devirge, ya ki bu xil ahvallara düç kilovatımız. Şuna bu imanға bağlap durup, yaxşı iş kılıman digerler, münafıktan başka, zalimden başka, düşmandan başka qarindoshlarga yoki boshqa insoniyatga nachar so'zlarni qilmaslik musulmon bo'lish shart o'yla. Kafir olsun yani bir dinli oluş kat nazar. Münafık emas, zalim emas, yoki düşman emas. Saqlanishi shuni bilan birlikda har bir odamga yaxshi, go'zal so'zlarni qilishi bu musulmonlikning taqozosi. İmanning taqozosi. Ağzının kelde gap deginim. Çünkü hadisde biz ağalın sibabul muslim pusuq. Müslümanlıklar. Yani yukarı şartı ya münafık emas layılsa, ya zalim emas, ya ki tacavuz ya düşman emas. Bir insan var. Bunu tıllasak ne oldu? Ne yapar dese imanımızdan dersini çürütü. Fasıqlıqның belgisi var dedi. Onun gap qila oladiganligidan ki, zuvandarazlıqdan ki olaylik emas. Belki ebgalıqı, paslıqı Allah'ın nazarındaki o'rnining ne kadar tövellikning ifodasi. İmanға bağlanğan iş hərəkəti bilan, yani Allah'ın razıq bağlanan iş hərəkəti, bağlanğan iş hərəkətinin ki məhsulatı, nəticəsi müşahidə çıxır. Xulası müşahidə yekunlanır. Şuna Allah'ın razılıq üçün qılınğan iş hərəkətdə bir-biriga çoğunçılıq qilish, bir-birinin itibarını düşürüşə urinish, yoki senden men çoğun deb o'rin talashish, yoki işte men qilib ketdim, sen qilmading degan o'xshash bir-biriga taptani qilgan bundaq ahvollar yuz bermaydi. Ya bundaq ahvollarni maydonga chiqish to'g'ri bo'lmaydi. Da'vat qilamiz, agar bir ishni to'g'ri deb qaragan bo'lsak, dalil topgan bo'lsak, qanoatlangan bo'lsak, chiroyli usul bilan qanoatlantirishga tirishimiz, ammo yaxshi ish qiladigan bo'lsa,
aqidimizga, vatanimizga, millatimiz musulmon bo'lishibdimizlar, og'zimizni kontrol qilamiz. Ish harakatimizni ixlosdan chiqtamdo, Allohning roziligidan ma'ish chatlab ketam, bu yerda kontrol qilamiz. Ishninki ko'ptiki shaklvozlik muhim emas, ishninki mohiyati, maqsadi keltirib chiqadigan natijasi bu muhim. Fattaqulloha, masalan, kuchinglarning yetishicha harakat qiladi. Kuchinglarning yetishicha sog'lom yo'lda manishlar ishlanadi. Xo'sh. Demak, qanday ish qilaylik, siyosat qilaylik, taqvo lazım. Pul topaylik, taqvolik lazım. Bilim alaylik, taqvolik lazım. Yana bir ish qilaylik, uningga bu o'lcham lazım. Shunga bu sababdan har qanday ish harakatda yaxshi qilishga, har qanday gap so'z qilgan vaqtida go'zal qilishga ve en yaxshi muomalada bo'lishga to'g'ri keladi. Chunki bu iymonninki, musulmonlikninki taqozosi. Chunki ba'zilarimiz ibodatni yaxshi o'g'ini bilan axloqni yaxshi bo'lmasa yoki kishilik munosabatda yaxshi bo'lmay qolib qolsa, ya'ni og'izdan to'xtamay sasiq gap chiqadigan, qalgan yimgan gap chiqadigan, tuhmat qiladigan, fitna taraydigan yoki boshqalar azavurdigan degan o'xshash. Zaharxandilik deb atsa, bundan illat chiqadigan bo'lsa, bu nimaning ifodasi? Iymon bilan stilninki bir-bir zid kelganlikning ifodasi. Iymon bilan kundalik hayotning, ijtimoiy hayotning bir-biridan tamoman o'jab ketganlikning ifodasi. Ibodat masjidga kirgan chog'da musulmondachilik jamiyatga, siyosatga, mikrofonni olib o'zaro chiqqan vaqtida nimaning belgisi? Shaklvozlikdan belgisi. Ya'ni bu sog'lom dindorlikdan chatnab kelganlikning belgisi. To'g'ri. Şuna bu şekilvaz dindarlık apırıp koyduğun bu xil apetten sakınış bu her birimizdeki mecburiyet. Şuna bir yerde biz ibadeti yaxşı deb onun bilen özümüzden kısmen kanaatlengen bolsak, kısmen dedim, bütün demedim. Çünkü biz ibadetini layıkıda kıldık mı bunu Allah özü bilir. Ama gündelik hayatımız, stilimiz, yürüyüş duruşumuz, İctimai alakamız, aqidimizning taqozosi ve ibodatimizningki ruhiga uygunmi, uygun emasmi, bu o'lchamda diqqat qilish lozim. Agar uning uygun kammayli qolib qolsa, bu yerdagi dindarlik shaklvozlik doirasiga kirib ketadi. Bu o'zining mohiyatini yo'qotadi. Xulosaga vaqtida yaxshi ish harakati bilan yomon so'z, yomon ish harakat ikkisi bir-biriga munosib kelmaydi, mos kelmaydi. Tushundingiz? Rizoullohda to'g'ri g'oyada, to'g'ri nishon ish qilgan bo'lsa, yaman işlerden, nachar işlerden saklanışımız doğru geldi. Hoş. Köpten köp rahmet, Allah razı olsun. Müşahede ben takvalık abayda mesela bir qancha amal mayda siyaset qildim, takvalık, yaxshi qildim, takvalık, hammasiga takvalık lazım degan vaqtida ko'rmandirmiz balkim. Ba'zi normalda insonning nimasiga takvalık degan so'z aytilgan vaqtida nayt bir mo'ysifet, bakam işte shunda dinning yo'lida ma'nodan bir diniy bir manzara ko'z oldimizga keldi hamda. Bu yerdagi demakchi o'g'ini ustozniki qadrli ko'rmadirmiz. Ya'ni mayli qaysi sohada ish qilayotgan inson bo'lishdan qat'iy nazar, mening mushu ishimga, mening yaratquchim Alloh nima deydi? Shuning sizib bergan yo'lidimi, emasmi deb butun sohadagi kim bo'lishdan qat'iy nazar, agar o'zini musulmonlam degan bo'lsa, taqvolik degan nima bo'lsa, mening dinim nima deydi? Mening yaratquchim, mening mushu qilayotgan ishim, hozir siyosatchi, muallim, o'qituvchi, tijoratchi, qaysi sohada bo'lsin. Rabbim nima deydi? Rozimi, rozi emasmi deb o'lchab ma'nodan odamning ifomda. Mushunda ma'noga vaqtida andin haqiqiy taqvolik bilan hayotda ma'nogan bo'ldi degan gap. Bu maqsad qilmoqchi. Hamda mishada bugungi darsimizda so'zlab o'tilgan vaqt abayim masalan yaxshi amalning qabul bo'lishi uchun uningki nihoyatda sanama sifat, lekin xolis Alloh subhanahu taolaning rizoligi uchun bo'lishi kerak degandek. Bu amaliyotda bir niyatning, mu'minning niyatining intayin muhim ekanligini tushuntirdi. Dars so'zlashganda shu kallamga keldi bu narsa. Masalan, o niyatul mu'min hayrun min amalihi degan bir hadis var. Amaliyotda buning isnodi ojiz bo'lgan bo'lsa-mu, ba'zi olimlar tomonidan buni kuchlantiradigan boshqa nurg'un hadis var Rasulullohning bu hadisni kuchlantiradigan. Mishadin biroz nimishqa uning amalidan yaxshi mu'minning niyati mushoqa. Bunun bir neçe noktadan kiriş lazım. Birinci nokta,
insonda niyat shakllansa, u yaxshiga yetakchi bo'ladi. Ya'ni bir inson yaxshini qilmay turib, niyatni qilgan bo'lsa, ishida yaxshi degan, mush niyatni qilmagan bo'lsa, uning mush fikri kelmagan bo'lsa, o'shini qilmaydi. Shunga dastlabda ish qilishda ilgari niyat lozim. Xo'sh. Bu birinchi masala. Endi bu ikkinchi tarafga qarasak, masalan, bir odamning niyatining yaxshi ekanligi uning qilgan ishining to'g'riligini isbotlamaydi. Ikkinchi niyatimiz to'g'ri bo'ldi. Unda o'g'a vaqtida qilmoqchi bo'lgan ishimizmi, faoliyatimizmi, harakatimi, umi to'g'ri bo'lishi lozim. Masalan, biz jihad qilmoqchi. Bu mujohid degan unvon bilan boshqalarning izzat obro'yiga chaqalanmaymiz. Kim bo'lishi qatnashsin? Komandan olsun, yanımsız olsun, hakkı yok başkalarının izzet obro'yiga chaqalan. Bir musulmonning izzet obro'yiga chaqalan. Başka insanlar kirmey turlar bizim asas nokta. Bir musulmonninki normal o'zining ibodati bilan faoliyatda shug'ullangan boshqa ziyon bir insonninki uninki hayotiga yoki mol mulkiga cho'qinish, chaqirish haqqi yo'q. Chunki qaroqchilik bilan mujohidlik ikkisi bir-biriga qat'iy emas ekan. Shuning bilan birlikda siyosiy faoliyatdan iborat bu ibodat bilan agar musulmon niyati to'g'ri bo'lib, men ibodat qilyapman deb siyosat qilayotgan bo'lsa, faoliyat qilayotgan bo'lsa, buning bilan birlikda mafiyachilik hargiz birlashmaydi, uygun kelmaydi. Mening niyatim yaxshi edi. Tilab qo'ydigan bizning kaynida gap qilib qo'ydigan yoki bizga ziyonkashlik qildigan bu millat uchun, aqidasi kimlik uchun xizmat qilayotgan bo'lsa, uninki e'tiborim uchun mayonga o'tasan, men oldiga chiqdim deb meydan talışıdığan bu pasiflik, bu munkar işler hergizmi onun niyetinin pak olğanlığı, niyetinin yaxşılığı aklanmaydı. Xoş. Çünkü iki meseleni bir-birinden ayırıp qarash lazım. Niyetimiz yaxşı olsun, Allah ecir berdi. Ama muş niyetga layık bizninki qilayotgan harakatimiz, qo'llanayotgan vasitalarimiz shariatga uygun emasmi? To'g'ri emasmi? Bu o'lchamga bu qarash lazım. Bugungi aramızda yüz berayotgan xafalıqlarning birisi. Chunki mendan tatib hammaydim, mening niyatim yaxshi edi. Mening niyatim abga, mening niyatim nachar deydigan bunda qarindoshlardan nahot oz uchratgan bo'lishi mumkin. Hammaylar o'zimizni aqlaymiz. Niyatim yaxshi. Lekin mush niyatga loyiq o'zimizdan ichirikini o'zimiz bilamiz. Bir Allah berdi, bir özümüz bilamiz. Allah. Ama başkalarga qilayotgan muomala, munosabatlarimizda qalbimizga niyatga loyiq ish harakat qilyapmiz, qilmayapmiz. Bu so'zni degan vaqtda biz nimani maqsad qilyapmiz? Nimaga erishmoqchi bo'lgandik? Bunga javob topish lozim. Agar bizning qilayotgan ishimiz niyatimizga uyg'un bo'lsa, masalan dedikki, agar meniki pulim yo'q bo'lsa, masalan meni misol olsa, İstanbul'da misal qilsak, Sharq Turkiston milliy markazidan bizni qurmaydi. Butun tashkilotning hammasi birdan ishxona berib, suhbatni mishada o'tirib, torda talash tatishni, to'qinishni, po'chiligini torda qilmay, choy ichib, hal qiladigan masalani. Hammasi bir ishxona berib. Agar mening pulim bo'lib qolsa, Uyg'urlar markazlashgan Sapako'ydagi Zartunbuldagi cho'ng maktabdan binsalar, deganda nima deb o'qinglar? Hukumatning maktablarida o'qinglar. Asrdan keyin, tushdan keyin aqidani qo'g'daydigan, millatni namoyon qiladigan, madaniy himoya qiladigan, buni o'qinglar deb buni qilaman. Misol, bu niyat yaxshimi desa, yaxshi tushunmadim, yaxshi. Alloh taolo mushtan niyat yaxshini bizni maydon chiqarib nasib qilsin. Endi men mushni qilish jarayonida maktab solgan kishi deb qo'ymachilik qilsam, bizninki mol mulkini, zakatini bermadi deb u banani ko'rsatib, uni dushmanlik qilsam, mening niyatimning yaxshiligi mush xato ishlarimni aqlab beralammi? Aqlab berolmaydi. Zakatini bermagan bo'lsa qiyomat kuni hisob berdi. Uning jazosini berguchi hisobini olchi Alloh taolo. Şunu bir yerda niyatim yaxshi deb jihad qilish ma'nosi bilan, siyosiy faoliyat qilish ma'nosi bilan qaroqchilik qilish hech kimning haqqi emas. Ig'ir jinoyat. Mafiyachilik harakatini rivojlantirish yoki mafiyachilikni maydonga chiqish, siyosiy faoliyat maydoni o'zining qarmat kuch ko'rsatish uchun ig'ir jinoyatmi? Siyosiy harakatni xato azgalga boshlaydigan xato yo'linish. Şunu onun niyatining yaxshiligi bu yerda oqmaydi. Niyatining yaxshi bo'lsa, sharikdan bo'lsa, shuningga loyiq to'g'ri bo'lsin. Xo'sh. Ko'p rahmat, Alloh razı olsun. Xo'sh, qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugun programmamizni bu yerda tugataylik. Abay,
ustoz bir narsa dedi, onunla kallamdan bir zihnim kelgan bir narsada. Normalde Müslüman her amellerimizni yani bu kabul bulamı, bulmaz mı, Rabbim bu amellerini kabul kıldı mesela biz bilmeyimiz dedi ustoz beyada. Amellerimizden kabul kıldı mı, kılmadı mı bilmeyimiz dedi. Bu müminin ameliyatı yani biz kıvatqa amellerimizde şübhi bilen boğamız, bulmağımız da şübhi bilen amel kılmayımız yani. Bu ya kitip kalmasın bu mesela herkes mi? Müslüman bütün işençi bilen Rabbinin buyurgan işlerini ada kıvatqanlıqqa kalbide rahatlık, rahat halette ben şu ada kıldım elhamdülillah deb kılımız ve iş Rabbimizin kabul kıldığanlıqqa kalbimizde şübhi kılmasligimiz gerek. Bir yerde deyilayotgani Müslümanın barliq amellerinde qanchalik Rabbi oldida kamtar bo'lishi kerakligini tushuntirmoqda hamda. Xuddi Allohga bir narsani o'tkazib qo'ygandek biz, katta men sana yo'llab etdim bir narsani, xuddi pochtadan bir narsa yo'llagandek amalni qildim, namozni o'qidim deb bundaq muomala qilmaymiz Rabbimizga. O'ylab boqaylikki, insonning shu so'zlanayotgan vaqtida zihnimga shu keldiki, yani Müslüman bilen kafirning o'rtasini ayıradigan eng cho'ng oshqo'sh bo'lgan, yani Müslümanning hayotidan har kunlik turmushidan ayrilmaydigan 5 vaqt namoz. Yani bir Müslümanninki Rabbi bilan eng yaqin bo'ladigan sajda qilib, Rabbi bilan sirdishadigan amaldan keyin, ashundoq bir go'zal amaldan keyin salom berib shu amalni tugatib bo'lib, assalomu alaykum va rahmatulloh, assalomu alaykum va rahmatulloh deb bo'lgandan keyin normalde mantiqi bo'yicha shundoq bir buyuk bir amalni qilib o'tgandan keyin biz farzning ichidagi eng muhim farzdan birini ado qilgandan keyin asli mantiqimiz bo'yicha bo'lgan vaqtida biz alhamdulillah hanim bosma tugatib oldim deb deyishimiz kerakdi. Lekin bizga din nimani o'rgatadi? Ashunda bir buyuk ibodatni qilib bo'libmi? Biz astag'firulloh qilib bo'lganki xuddi bir Allohga bir gunoh ishlagandek Allohdan mag'firat talab qilamiz, salom bera bermaylam. Bu yerda nimani o'rgatyapti bizga din? Payg'ambarimiz nimani o'rgatyapti bu amallar orqali? Yani qanchalik kamtar bo'lishini biz oldimizdagi shundoq bir buyuk bir Rabbimiz Allah subhanahu va taologa loyiq, shuning jaloliga, shuning ulug'ligiga loyiq sajda qilib, Allohning oldiga Allah bilan sirdisholiqmi yo'qmi bilmaymiz. Allohga bo'lgan kamtarligimizdan Rasulimiz bizga namozda salom berib bo'g'icha oldi bilan, ey Rabbim, men sana loyiq amal qilmagan bo'lishim mumkin, shunchalik qila oldim, meni kechirgin, meni mag'firat qilgin deb bu duoni qilib, ondan boshqa duoni qilamiz, o'ylab boqaylik. Har amallarimizda kamtarlik bilan qulimdan mush keldi Rabbim, sening buyurgan, sening payg'ambaring ko'rsatgan bo'yicha shunchalik qila oldim. Buning oxirini sen o'zing bizdan qabul qilgin deb kamtarlik bilan qilsak, Rabbimiz Allah subhanahu va taolo bandasining shu kamtarligini yaxshi ko'rdi. Eng yaxshi ko'rdigani bu bizdandir. Oxirida shunday qilib tugatsak ham islom peshvosi Shayxul Islom ibn Taymiyaning bu oxirida niyat masalasida an-niyatul mujarrada anil amal yusabu alayhi vel amalul mujarrad anil niyya la yusabu alayhi degan bir mashhur so'zi bor ekan niyat to'g'risida. Har bir amalning qanchalik niyatning muhim ekanligiga bir insonning, mu'minning yaxshi niyatining o'zi aş niyetini qilib, güzel niyetini Müslümanlığa paylı qilishni qilsam bo'ldi bu deb qalbidan, chunki qalblardagi sirlarni bilguvchi Rabbimiz va ashundoq bir yaxshi niyatni qilib, ama o amalni qilmagan bo'lsa-mu, shu niyatiga Alloh ajr beradi. Ama yaxshi bir amalni qilib, Allohning rizoligidan iborat bu niyatni qilmay turib bir amalni qilgan bo'lsa-mu, uningga ajr berilmaydi deydi. Dinimiz o'ylab boqaylik, shu mu'minninki niyatiningki amaldan yaxshi degan narsani bu texnik aytib bersa kerak. Rabbim inşallah qalblardagi sirlarni bilguchi Rabbimiz nimalarni niyat qilayotganligimiz ham Abay ustoz dedi, yaxshi ashunda go'zal niyat bu shundan niyat turibmi, ammo musulmonlar ziyon keltiradigan ish bo'lishi mumkin yoki dinimizga uyg'un bo'lmaydigan bir ishlarni o'ylagan bo'lishimiz mumkin. Niyatimiz qancha yaxshi bo'lsa-mu, agar u Alloh va Rasulininki, dinimizniki, millatninki, vatanning manfaatiga uyg'un bo'lmagan bir ish bo'lib qolsa, u yaxshi niyatimiz hech qanday ajr berilmaydiganligi, hatto gunoh bo'lganligini so'zlab o'tdi ustoz. Rabbim inşallah her birimizni şu meselelarda, shuna inchikizil masalalarda to'g'ri tushunchaga erishtirsin, to'g'ri tushuncha bilan to'g'ri amallarni qilishga va shu sinoqdan iborat bu hayotni, qisqa bir hayotimizdagi sinoqdan g'alaba qilguvchilar qatorida bo'lib Rabbimizning oldiga berishga har birimizni nasib qilsin. Rabbim ömür basi oldimizga o'xshash soatga ko'rishguncha aman bo'lg'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala ve berekatuhu.